Assalomu alaykum. Hozir mana Xitoydagi ko'rgazmada yana bir juda qiziq stendga keldik. Bu stendni asosiy maqsadi oyoq kiyimga tegishli bo'lgan hamma mahsulotlarni laboratoriyasi. Bu juda ham hozirgi kunda sifatni tekshirishga, oyoq kiyimlarning sifati qancha xizmat qiladi, yorilib ketadi, yorilib ketmaydi, shu sifatlarni tekshiradigan moslamalar ekan. Xo'p, buni bir boshdan ko'ramiz. Hozir bu oyoq kiyimni podoshvasi tegidagi shuni mana o'rtacha salkam 1 million marta qayiltirishar ekan bu yerda. 1 million marta qayilishini tekshirib beradi. Oyoq kiyimi, bir par oyoq kiyimi. Bu yerda tayyor oyoq kiyim qo'yilgan, buni podoshvasi yoriladimi yo'qmi 1 milliontadan keyin buni olib tekshirib ko'rishadi. Yorildimi, yorilmadimi, ustki qismi o'zini qanaqa his qilyapti, ammo materiallar yirtilmadimi, o'shani hammasini tekshirishar ekan bu oborudniyada. Mana bu hozirgi kunda mana bugun ertalabdan beri 42 ming marta qayilib bo'ldi. Bu laboratoriyada uzoq vaqt turadi. 1 milliontagacha 969 ming marta shuni bukishadi mana shu tekshirilganda. Bu oyoq kiyimi podoshvalari, tayyor oyoq kiyimi tekshiradigan moslama. Keyingisi bu tabiiy charm yoki dermantinlarni tekshiradi. Dermantin degani tabiiy bo'lmagan ko'jalar. Искусственный ko'ja deydi-ku. O'shani mana qayiltiryapti. Ketma-ket buni qayiltiryapti. Buni ham 900 ming marta qayiltirishar ekan. O'zini qanaqa tutadi bu material? Oyoq kiyimda mana shu qayilishi, boshqasi hammasini shunda tekshirib ko'rsatib beradi. Bu ham tinmay ishlab turadi. Mana buni ham 173 ming marta shuni tekshirishdi o'sha. Yana qayta tekshirishyapti. Bundan keyingisi buni chidamliligi. Katta kuch berganingizda buni hozir ochsa o'chib qolar ekan. Shuning uchun yopiq holatda turibdi. Buni ham million marta tekshirilar ekan. Ichini ko'rsangiz, material agar ko'rinsa videoda, materialni tortib ko'ryapti. Har safar tortyapti buni. Tortganida material qanchalik o'zini tutib beradi. O'shani ko'rsatib berar ekan. Tekshirib berar ekan. Buni ochganda mana o'chadi. Mana bu har bittasi o'ngga chapga borib kelyapti. Borib kelganda mana qancha joyga cho'zilayotgani, matoni qanchalik o'zini bukilganda o'zini tutishini ko'rsatib beradi bu. Buni yopgandan keyin mana ranni bossangiz, mana yana tekshirishni boshlayapti, sanayapti. Bu ustidagi tekstilni qanchalik ishqalanganda katushka bo'lmasligi, to'kilib ketmasligini tekshirib berar ekan. Mana buni ham aylantirib urishar ekan, tinmasdan mana shu tekshirib urar ekan. Mana bundoq qarasanglar, mayda anaqalar chiqib ketgan. Demak, bu sifati qanchalik yaxshi yomonligini shundan bilishar ekan. Bu tayyor tekstil matoni tekshiradigan moslama. Xo'p. Bu infrakrasniy yorug'likni berishar ekan, bunda shuni tekshirib berar ekan. Keyingisi bunga podoshvani qo'yib, bu aylanib turadi. Podoshvani qanchalik yedirilyapti, o'shanisini olib ko'rsatib berishar ekan. Keyingisi can you show this? Bu tomondan olganda yaxshi ko'rinadi. Mana rezinani qanchalik quvvati, rezinani quvvatini mana tekshiryapti hozir. Mana buni ko'rsatib berar ekan. Qanchalik yumshoqligini ko'rsatib berar ekan foizda. Keyingisi can you switch on this? Bu podoshvani yedirilishini tekshiradigan moslama. Mana bu yerda aylanib turibdi. Siz kundalik kiyib yurganingizda qanaqa yediriladi? Shuni ko'rsatib berar ekan. Buni qanchadir vaqt aylantirib qo'yishadi. Mana 20 daqiqaga qo'yishgan. 20 daqiqa aylanib turadi. Keyin uni olib ko'rishadi, qanchalik yedirildi bu. O'shani ko'rsatib beradi. Bu kundalik yurganingizda oyoq kiyimingiz qanchaga chidashini tekshirib beradi. Bu ham juda ham qiziq moslama ekan. Bunda tekshiriladi qanaqa? Dunyoda har bir davlatda o'zining iqlimi bor. Namligi bor, issiqligi bor. Afrika davlatiga buni
temperaturasini ko'tarib, qanchadir vaqtga qo'yishadi. Ana o'sha vaqtda olgandan keyin o'sha iqlimni qilib beradi. Keyin o'sha iqlimni mana shu moslamalarda tekshirishadi. Masalan, O'zbekistonda quruqroq havo, quruq namligini shunga qarab qo'yishadi, issiqligini shunga qarab qo'yishadi. Keyin o'sha issiqligiga kelib olgandan keyin, o'sha namlikni olgandan keyin qolgan moslamalarda tekshirib chiqishadi. Har bir moslamaga qo'yishdan oldin o'sha davlatning iqlimini tayinlab olishadi. O'sha iqlimda o'zini qanaqa tutishini tayinlab olib, keyin qo'yishadi moslamalarga. Bu ham juda ham muhim moslama ekan. Bundan keyingisi ham qiziq. Bu ochib ko'rsataman men sizlarga. Ichiga mahsulotni qo'yishadi. Bu xuddi quyoshni ishini qilib beradi. Quyoshda bir xil mahsulotlar sarg'ayib ketadi, qurib ketadi. O'shani quyoshcha effektini qilib beradigan moslama ekan bu. This like sun effect, okay? Quyoshcha effektini qilib beradigan moslama. Bu moslama bo'lsa, dengizlarda yuriladi, namli joylarda yuriladi. Transportirovka vaqtida taxminan 1 oy yuradigan bo'lsa, o'sha 1 oy boradigan vaqt ichida mahsulot oyoq kiyimlar bilsanglar usti sho'ralab qoladi, tuzi chiqib qoladi oq bo'lib. Ana yo'lda ketayotganda namgarchilik har xil bo'ladi. O'shani masalan 1 oy yuradigan bo'lsa, o'sha 1 oylik effektni oladigan, 1 oyi qanaqadir qisqa muddatda o'shani tekshirib bera olar ekan. Sho'ralaydimi, sho'ralaydimi, qanaqa holatga yetib borishini tekshirib beradigan moslama ekan. Bu logistika uchun ko'proq kerak. Keyingi moslamamiz bu tomonga o'tamiz. Bu moslama ham juda ham qiziq. Can you switch on? Bu oyoq kiyimni sirpanishini, uch tomoni qanaqa sirpanadi, sirpanishini tekshirib beradigan moslama. Kuch berib ko'ryapti bunda. Uch tomoni qanaqa bo'ladi, orqa tomoni qanaqa bo'ladi, hammasini ko'rsatar ekan. Mana bu yerda o'sha diagrammalarda hammasini ko'rsatib beradi. O'zini qanaqa sirpanchiq joyda o'zini qanaqa ushlab qolishini. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hozir sirpantirib ko'rsatadi. Shunaqa qilib tekshirilar ekan. Mana katta kuch berib ham tekshirib ko'ryapti. Mana rezinkalar uqalanib ketyapti. Buni ham ko'rish mumkin. Quruq holatda qanaqa sirpanadi, ho'l holatda qanaqa sirpanadi, o'shani ham tekshirib berishar ekan bunda. Keyingi moslamaga o'tamiz. Bu moslama ham birinchi ko'rsatgan moslamamizga o'xshagan, faqat sal boshqacha ko'rinishdagi moslama. Bunda ham xuddi shunaqa 1 millionta qilib tekshirib ko'rishar ekan. Bundan keyingisi juda ham qiziq moslama ekan. Mana hozir rezinani quvvatini tekshirilar ekan bu yerda Newtonda. 1 Newton, 2 Newton tekshiriladigan o'lchovlari bor ekan. Mana hozir podoshvani bir kusogini qo'yishdi, hozir rezinani. Endi bu rezinaga mana hozir kompyuterda kuch berishadi. Mana hozir kuch berilyapti. Mana tortishyapti hozir. Necha newton bo'layotganini, qancha newtonni yirtilishini tekshirar ekan. Mana hozir o'rnatildi rezinani bir qismi, podoshvani bir qismi. Mana hozir detskiy podoshvani o'rtasidan kesib olingan. Shuni mana hozir tortib ko'ryapti. Mana yirtilishini tekshirilyapti hozir bunda. Bu hozir this is 6 newton. 6.6. 6.6 newtongacha chidab berdi hozir. Undan keyin yirtilib ketdi. Mana shuni tekshirib beradigan moslama ekan. Bu narsalar oyoq kiyim sifatini ko'rsatib berishga, tekshirib berishga, bunaqa tekshiruvlar juda ko'p davlatlarda yo'q bo'lsa kerak. Balki bizda ham olib kelishganmi yo'qmi, lekin bunaqa laboratoriyalar qilinsa, mahsulotlarning sifatini tekshirishga juda ham yaxshi bo'ladi. Rahmat kattakon e'tiboringiz uchun. Salomat bo'linglar.